Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana Eshik Sattorov kolxozida biogomis yetishtirish analizda chuvalchang olib kelganmiz. Mana shu chuvalchang boqib rivojlantiryapmiz. Bu soha bilan iyun oyidan beri boshlanganman. Iyun oyida bir olib kelib 4 oy mobaynida boqib, uni 10 barobar ko'paytirib yarmini sotganman. Yarmini mana 50 kvadrat metr joyga 5 kvadrat qolgan, 5 kvadratini 50 kvadrat metr joyga tashlab boqyapmiz. Shu yerga tashlaganmiz. Mana chuvalchanglar avj olib ishlayapti. Hozir kun isigani uchun hamma chuvalchanglar tagiga ketgan, nam izlashib. Chuvalchanglarning hammasi hozir tagida. Yaqinda yong'in ustiga berganmiz. Mana yong'inga mana 3-4 kunning ichida yaxshi chiqib boshlabdi. Mana shunaqa chuvalchanglar. Chuvalchanglarimiz. Yangi gunga yaxshi chiqib ketdi. Mana tagida. Mana kimdan kim shu Kaliforniya qizil chuvalchangiga qiziquvchilar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana 50 kvadrat joyda chuvalchang tayyor. Biogomis. Shu chuvalchang ishlab chiqarilgan biogomisda yetishtirilayotgan. Bu bodring. Necha kunda shuncha bo'ldi endi? 15-yanvarda urug'da jevitilganda. Mana bu esa handalak. Mana bu yerlari handalak bu. Har bir aligini adilni qilib ko'ryapmiz-da, eksperiment qilib. Mana bu tomonimiz esa kabachki. Bulam xo'p 15-yanvarda urug'ini suvga tashlaganmiz. 3 kundan keyin 18-yanvar kuni istakanga qo'yganmiz. Mana bu esa o'zimizning mahalliy usulda bu ikkalasi ham bir vaqtda hal qilingan. Farqi mana bu ham kabachki. Mana biogomisga egilgan. Mana bu bir kunda. Bunisi oddiy somonga qatalgan. Bu yerda shu istakanga ko'kartish uchun masalan ikki hissasi to'prog'i, bir hissa biogomis qo'shilgan. 30%, 30% biogomis qo'shilgan. 100 kilo biogomisga 200 kilo to'proq. Endi to'proq og'irligi hisobida biz xalta bilan aralashtirganmiz. Bir xalta biogomisga 2 xalta to'proq aralashtirganmiz. Mana aziz tomoshabinlar, mana bu 05 elakda e'lanib olingan tayyor biogomis. Mana hatto urug'lari bilan turibdi. Mana bu biogomis, haqiqiy biogomis mana. Sotishga hozir 200 kilogram qoldi. Qolganini sotdim. Bir 500 kilogram sotdim, bir 500-600 kilogram o'zim ishlatdim. Bu o'tgan yil 4 oy mobaynida tayyor bo'lgan biogomislar. Hozirgilari biogomislar tagida turibdi. Bularni endi yangi chuvalchanglarni ajratish vaqti, ajratgandan keyin elab olamiz-da. Biogomis to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Bu biogomis yo'ldan birinchi marta eshitayotganlar uchun. Endi birinchi marta eshitayotganlar uchun qisqacha endi ma'lumot berib o'tib ketamiz. Agar kimdan kim qiziqsa,
yana batafsil ma'lumot berishga tayyormiz. Chunki o'zim bir yil biogomiz to'g'risida, chuvalchang to'g'risida rosa ko'p izlandim, o'rgandim. Keyin o'tgan yil iyun oyida O'zbekistonning Qarshi rayonidan bir kvadrat chuvalchang olib kelganman. Hop, uni oktyabr oyida yangi joyga ko'chirdik. 1 kvadratdan 10 kvadrat chuvalchang 3 oy mobaynida 10 kvadrat ko'payadi. Bu har bir chuvalchang haftasiga 90 kunga to'lgan chuvalchang haftasida bir marta tuxum qo'yadi. Bu tuxum 15 kun 20 kun mobaynida oshib chiqib, ondan 4 tadan 13 tagacha chuvalchang oshib chiqadi. Shuning evaziga, masalan, o'lishi bor, boshqasi bor, shuning evaziga 3 oy 4 oy mobaynida 10 barobar ko'payadi-da. Ana shu 1 kvadrat chuvalchangimiz 10 kvadrat bo'lgan, 10 kvadratning 5 kvadratini sotib, o'zim rasxodlarim pulni chiqarib oldim. 5 kvadratini esa 50 kvadrat metr joyga chuvalchang tashlaganman. Mana hozir 50 kvadrat metr joyda chuvalchang tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'ldi. Hop, bu yerda ikki joyda ikki bo'ylaq qilib, endi qish mobayni kelganining sababi yarmini 20 kvadratni 20 kvadratni ichkarida yopiq joyda saqladik. 30 kvadrat esa hozirgi ko'rgan tashqarida mana shunday oddiy sovuq kunlarda ham shunday ustini xashak yopib boqdik. Hech qanday aligisi yo'q ekan, uning sovuqqa ta'siri ko'p yo'q ekan. Faqat tuxum qo'yishi kamayar ekan, xolos. Lekin rivojlanishi hammasi shu ikkalasi ham bir xil rivojlanyapti. Bu biogomizga kelsak, bu biogomiz buning tarkibida bir necha xil elementlar bor. Makro mikro elementlar bor. Shuning evaziga masalan ekinlarga berilgan vaqtda bu birinchidan tez rivojlanishiga, o'sishiga, keyin hosildorlikning ko'payishiga, undan keyin uning toza mahsulot bo'lib yetishiga foydasi juda katta. Agar bu oddiy pori bilan bir taqqoslashtiradigan bo'lsak, oddiy poridan 20 barobar bu kuchli bu. Chunki bu Kaliforniya qizil chuvalchang deymiz o'zimiz. O'zining oshqozonidan mikro makro elementlar ajratib, adhodni doriga aylantirib beradi. Men buni hozir ancha vaqtdan beri o'zim eksperiment o'tkaryapman. Masalan, hali ukamiz bilan borib hozir bir kun ko'ramiz, uni ham video qilamiz. Gulkaramning tagiga, hop, kapustaning tagiga, bahorga kapusta gulkaram ekkanman. Shularning tagiga ham bir changaldan tashlab, dorining joyiga tashlab ekkanman. Hozir xuddi dori bergandan ziyod bo'lib turibdi. 25 kun boshqalardan kech ekishimga qaramasdan shu 25 kun oldin ekkanlar bilan bir xil bo'lib turibdi. Ulardan ziyod bo'lsa ziyod, kam joyi yo'q. Hal videosini ham tashlashimiz mumkin agar vaqtimiz bo'lsa. Bu dorining joyini bemalol dorining joyini bosar ekan. Chunki o'zim eksperimentdan o'tkardim mana. Hozir meni ko'rdingiz. Oddiy stakanda biogomiz bilan yetishtirilgan bilan biogomizsiz yetishtirilgan ikkalasining farqi juda katta. Bunda ham tez rivojlanar ekan, ham baquvvat bo'lib chiqar ekan. Xo'p, yana agar kimda kim savollari bo'lsa, tagiga nomer qoldiramiz. Shu nomerga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.